Mani kanalimda udumi bor, bilasizlar buni kuzatib boruvchilar. 2025-yilning oxiriga kelganda ham xuddi shunaqangi ilmiy, falsafiy sarhisobni bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Avvalo 2 yil oldin yangi yilning kelib chiqishi, oyning nomlarini, ularda qaysi tartibda belgilanganligini, turli tuman bir-biriga zid maqolalar asosida tayyorlagan ushbu videomni ko'rib chiqishingizni ham tavsiya qilaman. Shu videomni ham mazmuniga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, aslida melodiy 1-yilni kim, qachon boshlanganligi noma'lum. Lekin telefoningizda 2025-yil 31-dekabr ko'rinayotgan bo'lsa, siz ham o'tgan umringizni shu raqamlarga ko'ra hisob-kitob qilishingiz va kelgusidagi rejangizni shunga qarab tuzishingiz mumkin. Bugungi kundagi suhbatimiz falsafada ishlatiladigan eng ko'p terminlar haqida bo'ladi. Demak, boshladik. Agar kimdir bu stakanda suv to'la desa, optimist, bo'sh umuman desa, pessimist, bu bir stakandir desa, realist, umuman bu yerda stakan yo'q, nihilist, bu stakan o'zidan o'zi bo'lgan desa, ateist, bu stakan meniki bo'lishi kerak desa, imperialist, bu stakan faqat meniki desa, egoist, bu stakan barchamizniki desa, kommunist, bu stakanni ko'plab ishlab chiqarishimiz kerak desa, kapitalist, stakanni yuvayotganda sindirmaylik desa, sotsialist, bu stakanga xohlagan tusini beraman desa, narsist, kelajakda bu stakandan juda ham ko'plab bo'ladi desa, idealist, juda ham qimmatbaho bo'ladi bu stakan desa, futurist, yarim to'lali stakan ham bo'ladimi, uni sindirib tashlaylik desa, fashist, nozik bellik stakan bo'ladimi desa, feminist, bu stakanni mas'uli bilan gaplashaman desa, despotist, kechirasiz, yana bitta stakaningiz bormi desa, bu odam signalist hisoblanadi. Bugungi qisqa suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Sanab o'tgan xususiyatlarimga ega bo'lgan do'stingiz aniq borligini bilaman. Bu videoni o'sha do'stingizga jo'natib qo'ying. Agar sizni ham telefoningizda ushbu vaqt ko'rsatayotgan bo'lsa, yangi yilingiz barakotli bo'lsin.